Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borilayotgan bir paytda ayrim mansabdor shaxslar egri yo'llar bilan pul orttirishga harakat qilishmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Andijon viloyati hokimining o'rinbosari pora bilan qo'lga olindi. Shuningdek, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham ana shunday tadbirlar o'tkazildi. Dastlab shu haqda. Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qilib, davlat boshqaruvi tizimiga nisbatan ishonchni pasaytiradi va iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mamlakatimizda ushbu xavfga qarshi kurashishga alohida e'tibor qaratilib, bu borada qat'iy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Andijon viloyat hokimi o'rinbosari o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kiradi. İşte. 50 minutda aka. Bu haligina deyiladi, qarz deyiladi, bilasizlar, shunaqa narsasi bor. Men sizga berdim aka, xudo xolasa. Yo'q, shunaqa deyiladi. Bilasizlar, yo'q, hammasi xudo xolasa shunaqa narsasi bor. Hujjatini aka cho'tki qilib, men nomimga nima qilib chiqargizib bersiz bo'ladi. Xususan, u Bobur shahri hududidagi davlat zaxirasida bo'lgan 20 sotiq yer maydonini vakolatli mansabdor tanishlari orqali auksionga qo'ydirib, so'ngra yutib berish hamda mazkur fuqaro nomiga rasmiylashtirib, kelgusida bu joyda qurilish ishlari amalga oshirishi uchun ruxsatnoma olib berish evaziga 50 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat hokimi o'rinbosari so'ralgan pul mablag'ini o'zining yashash xonadonida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Namangan viloyatida qayd etilgan holatda esa Namangan tumani qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi bosh arxitektori mahalliy oilaviy korxona rahbari tomonidan o'z yashash xonadonining bir qismida qurilgan avtomobillar yuvish shoxobchasining loyiha hujjatlarini rasmiylashtirib berish hamda uni tasarruf etish bo'yicha qo'yilgan taqiqni bekor qilib berish evaziga 1500 AQSh dollari talab qiladi. Shuningdek, joriy yilning 1-aprel kuni u 500 AQSh dollarini olib, qolgan qismini tezlashtirib berishini so'raydi. Davlat xavfsizlik xizmati va bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mansabdor shaxs 1000 AQSh dollarini ta'magirlik yo'li bilan o'z xizmat xonasida olgan vaqtida ushlandi. Ta'kidlash lozimki, oilaviy korxona rahbari avtomobillar yuvish shoxobchasini loyiha hujjatlarisiz qurganligi yuzasidan 2025-yilning dekabr oyida bosh arxitektor tomonidan tuzilgan dalolatnoma asosida sud tayinlagan 43 million 300 ming so'm miqdoridagi jarimani to'lagan. Lekin shunga qaramay bosh arxitektor unga qonuniy yechim ko'rsatmay, aksincha korrupsion harakatlarni amalga oshirgan. Bu kabi qonun buzilishi Farg'ona viloyatida ham kuzatildi. Jumladan, Qo'shtepa tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi boshlig'i o'rinbosari o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda 1999-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uni Andijon viloyatidagi oliy ta'lim muassasalaridan birining sirtqi yo'nalishga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 2000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda har uchala holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.